Greenleaf korporatsiyasining yaponskiy Courage brendiga tegishli ko'k choyli tish pastalari va ko'mirli tish cho'tkalarini sinovdan o'tkazamiz. Ushbu tish cho'tkani boshqalardan farqli tomoni shundaki, mana bu joyga ko'mir ionlar purkalganligi sababli o'zini o'zi har xil bakteriya va mikroblardan himoyalaydi. Ya'ni toza saqlaydi, sterillab turadi. Plastik ham mustahkam, chiroyli dizayn va mana bu joylari rezina bilan qoplangan. Tish pastamizni boshqalardan farqli tomoni ajralib turadigan qismi shundaki, mutlaqo ximikatlarsiz, ya'ni 100% tabiiy tarkibda ftori bo'lmagan tish pasta bo'lib hisoblanadi. Undan tashqari, tarkibidagi ko'k choy og'iz bo'shlig'idagi noxush hidni bartaraf etibgina qolmay, tish emalini himoyalab, yaltillab, qayta tiklanishiga yordam beradi. Hozir sinovdan o'tkazamiz buni. Tish cho'tkalarimizni ishlatilish qismi juda ham yumshoq. Juda oz miqdorda olaman. Mana shunchagina qismi bilan hozir foydalanamiz. Ko'pirishini qarang. Tolalari ham juda ham mustahkam. Ya'ni tezlikka chiqib ketmaydi. Tish pastamizning yana bir ajoyib xususiyati shundaki, og'iz bo'shlig'idagi barcha yara chaqalar, ya'ni qizarishlar, qichishishlar, achishishlar, har xil qonashlarni bittada to'xtatadi. Mana shuncha ko'pirib ketdi. Endi buni tozalab holatini ko'ramiz. Yana bir jihatiga e'tibor berishingizni so'rab qolardim. Rakvinada hech qanaqa dog' qolmadi. Ya'ni o'zingiz foydalanib turgan tish pastasini yuvgandan keyin odatda ko'pincha, hammasida ham emas, ba'zilarida rakvinada har xil mana bu yerda qotib qolishlar bo'ladi va ketishi qiyin bo'ladi. Xuddi shu sababdan aynan o'sha tish pastalari oshqozonga borib ham xuddi shunday qotib qoladi va juda yoshligidanoq odamlarda ko'pchilikda oshqozon kasalliklari paydo bo'ladi. Mana shu effektni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Yaltillatib berdi mana bu tish pasta. Ichi ham top-toza. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.